Sal qarash haqida. Abduri Habibulla Abdubar. Dehqonning mikri bilan bu qo'riqda iskilat ichira qopqon qo'rilibdi. Bayqig'ash uzun o'tmay buni chashqan ayolsiz Mikyanga yetkazibdi. Mikyan bu ish bilan aloqam yo'q degancha qayrilibla ketib qopti. Yetkazmak bo'lib chashqan bu xabarni orqadan qo'chqarg'imi parang sapdi. Ehtiyot ayla debdi qo'chqarma ham o'zini ostig'ini chetga oldi. Kalın izlab chashqan oxirida qopqonning voqeasini tilga oldi. Seningcha debdi kala mensitmasdan shu qopqon yetkazarmi menga zahmat. Xo'sh bo'lib ondan yana aytganidan yar bo'lsin debdi chashqan sana omonat. Aradan bir necha kun o'tmay bo'lmag'ash aqli ho'shi ehtiyotda badniyat odamlarga taxmis yilon qopqonga qisilibdi iskilatda. Dehqonning rafiqasi dal shu vaqt bayqamay qadam ilib talafotni petibdi pochqiga zaharlik tish dessigach yilon degan kasofatni. Manzili doktorxona bo'lib andin qarabdi ko'ngil qo'yib dehqon eri. Eng avval sho'rpa uchun o'ltiribdi beparvo chetga chiqqan Mikyanni. Saqayib chiqqanida ayol undan qo'chqarga kelib qopdi amdi navbat. Mehmonlar tovuqiga chiqib go'shi yetibdi hayotiga ha musibat. Eng oxir badilga qarizlarni qassobga setilibdi hamda kala. Faqatla amon qopdi chashqan jini bo'lmasdan arziyatga hech mubtala. Xulosa, kimdikim kichik ishqa qarsa sal to'ligay oxirda eg'ir